Keyin safar meni galim. Mana shu 6 kishi maza qilib o'tiramiz. She'rchi. She'r nima qilasan o'rtoq? Pashti bir yildan beri yo'q bo'lsa. Ha, bo'pti. Xullas bitta iltimos bor. Nima iltimos? So'rashga ozgina xijolat bormi? Ne xijolat bo'lasan? Bilasanlar, hamma pulim оборотda. Bitta kottej oldim. Rahmat. Faqat korobka holatida-da. Bitirib kirib olishga ozgina qiynalyapman. Mana bizda bormiz-da. Ne qiynalasan? O'rtoq, remontini o'ylama, men qildirib beraman. O'rtoq, gilam bilan pardang mendan. Bo'ldi. Mendan texnika bo'lsin. O'rtoq, santexnikasi mendan. Xo'p. Lustrasi bilan mebeli mendan o'rtoq. Ana, bo'ldi. Ish pishdi, uy tayyor. Nimaga yo'q bo'lib ketding? Uyingga bordim. Ukangni uylantiribsan. Shu uy oldingmi? Yo'q, bu kvartira. O'zingni uy emasmi? Yo'q. Qachondan beri turibsan? 10 oydan beri. O'shaning uchun mana shu kvartiraga pul yetkiza olmay choyxonalarga ham bora olmayapman o'rtoq. Faqat bitta kichkina muammo bor. Sallaga qachon qaytarishimni bilmayman. Yo'q, ne qaytarasan? Qaytarishni o'ylama. Shundoq qolamiz-ku. Nima deganing bu? Yaqinmiz-ku hammamiz. To'g'rimi bolalar? O'rtoq, sen uy qilaman desang, biza qarab tursak, uyat bo'ladi-yu. Qaytarish uchun qilmayapmiz bu narsani. Rahmat. Boringlarga shukr bolalar. Shunaqa kunda yordamimiz tegmasa, biza nimaga o'rtoqda yuribsan unda? Qaytarish to'g'risi o'ylamagan. Ukamni uylantirishim kerak edi. Ikkita oila bitta uyga sig'mas edik. Shuning uchun kvartiraga chiqishga majbur bo'ldim. U bukimdan 5-6 ming olib, yangi qurilayotgan uylarga to'lov qilib qo'ysang bo'ladi-yu. Boy pul so'rasa qaytara oladi deb nech pul so'rasa berishadi. Kambag'al qatdan qaytarsin. Kim ham yordam berardi? Stollarni ham zo'r talabda, Doni. Remontlarni ham yaxshi qilib beribdi Abdurahmon. Baraka topsin. Boringlarga shukr. Xursandmisan bizadan? Конечно. Zo'r. Yaxshi kunlaring ishlatgan. Xos. Kimdir keldimi deyman? Qiynalmay topib keldingmi? Kir. Qurilish ko'p turibsiz akam. Yamidan ko'p bitib qoldi уже. Lift masalasi nima bo'ldi? Lift masalasiga keladigan bo'lsak, 93 ta xonadonga zakaz qildik уже. Yil oxirigacha bitadi hammasi. Jahon. Yaxshi keldingmi? Kir. O'rtoq, Yaxshimisan o'rtoq, tuzumsan? bormisan? Qorang ko'rsmaysan. Yaxshi, mana to'lqin bor ekan. Sen topib olib keldi. Baraka top o'rtoq. Bolalar, davay o'tiringlar, gap bor. O'rtoq, biz seni betga yolg'on gapirib chaqirib oldik. Faqat rozi bo'l. Bolalar bilan sharoitingdan xabarimiz bor. Kvartira qiynalib yuribsan. Xullas, hammamiz maslahatlashdik. O'rtada shu uyni oldik. Sen uchun.
Yaxshi keldingizmi aka? Suvdan iching. Rahmat. Mana shu 65-xonadon sotmay turinglar. Xo'p, Egasi bor. xo'p bo'ladi. Alo, O'rta bitta seni kutamiz. Kelsan. bo'ldi, hozir boraman. Xo'p. Olamayman. Sizlarga qanaqa qilib qaytaraman? O'rta. Bunaqa uyga meni qurbim yetmaydi. Qaytarishing shart emas. Yer bilan korobkasini men olib berdim. Texnikani Jahon. Mana shu uyda hamma narsani o'zimizdan bolalar yig'di. Sen uchun shular. Sen uy joy qilaman seni. Bizni qarab tursak, qanaqa o'rtamiz? Han, to'g'ri. To'g'ri aytyapsan, o'rtoq. Shunaqa payt yordamimiz tegmasa, bizdan nima o'rtatib yuribsan? Rahmat. Rahmat bolalar. Shu uyda maza qilib yasha. Hammamiz birdek yuraylik. Keyin bitta narsa esing tursin. Do'stni boy bilan kambag'ali bo'lmaydi. Dunyoga keldikmi biling ey do'stlar, ikki dushmani bor erkak kishini. Dunyoga keldikmi biling ey do'stlar, ikki dushmani bor erkak kishini. Biri manmanlikdir, ikkinchisi til, to'xtatadi yurib turgan ishini. Biri manmanlikdir, ikkinchisi til, to'xtatadi yurib turgan ishini. Dunyoga keldikmi biling ey do'stlar, ikkita do'sti bor erkak kishini. Biri oilasi va halol mehnat, shular bo'lsa egib yurmas boshini. Dunyoga keldikmi biling ey do'stlar, ikki dushmani bor erkak kishi.